Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz joyidami? Charchamayapsizmi? Aka, nima gap? Nima yangilik ey? O 24 soat deysiz, qani 24 soat ichida deb yozgansiz. 24 soat ichida yo'lga chiqadi, yo'lga chiqqandan keyin rasmga olaman degansiz. Aka, bu mashinalik ish bo'lyaptimi, bilmayman aka. Qani u yo'lga chiqmayapsiz, yo javob yozmayapsiz, yo tashlayman deb yozib qo'yibsiz. U qaysi? Buyulmi yo yanalganmi aka? Ha, u rostku, u Allohga ayo unaqa bunaqa deb Allohning ismini ham aytib gapirdingiz bu. Qani aka mashina? Men aytdim aka, dalil tashlang dedim. Dalil manzilni bering dedim. Manzil ham yo'q, mashina yo'q. 24 soat ichida u 48 soat bo'lib ketyapti-ku aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamay. Aka, manzil qayerda? Naqd pul bor, naqd pul beraman yoningizga borib. Karta parta chizganda qilmay, naqd pul yoningizga borib beraman. Assalomu alaykum aka. Assalomu. Mana o'g'izim shu Cobalt avtomashinasi. Men raqamlarini ham ko'rib